Mamlakatimizning Belgiyadagi elchixonasi tomonidan berilgan xabarga ko'ra, 8-oktyabr kuni elchixona binosida Belgiyada vaqtincha va doimiy istiqomat qilayotgan vatandoshlar ishtirokida O'zbekiston prezidenti saylovini o'tkazishga tayyorgarlik jarayoniga bag'ishlangan davra suhbati tashkil etildi. Unda Bryussel va unga qo'shni bo'lgan shaharlardan kelgan turli xalqaro hamda xususiy tashkilotlarda mehnat qilayotgan fuqarolar va oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar ishtirok etdi. Vakolatxona rahbari Dilyor Hakimov barcha ishtirokchilar yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar mamlakat ichki va tashqi iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy hayotida yuz berayotgan muhim yangiliklar xususida axborot berdi. Asosiy e'tibor 24-oktyabr kuni o'tkaziladigan O'zbekiston prezidenti sayloviga elchixona tomonidan tayyorgarlik ishlari, konsullik okrugidagi O'zbekiston fuqarolarining saylovda faol ishtiroki masalalariga qaratildi. Elchixona huzurida tashkil etilgan saylov uchastkasi, unda ovoz berish tartibi hamda konsullik okrugida bo'lib turgan mamlakatimiz fuqarolari saylovchilar ro'yxatiga kiritish bilan bog'liq masalalar tushuntirildi. Vakolatxona huzurida 9-saylov uchastkasi tashkil etilgan va unda saylovchilarni qabul qilish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. 14-20 oktyabr kunlari elchixonada, 17-oktyabr kuni Niderlandiyaning Utrecht shahrida muddatdan oldin ovoz berish tashkil qilinishi to'g'risida ham davra suhbati ishtirokchilariga ma'lumot berildi. Elchixona veb-sayti, ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalar va Markaziy saylov komissiyasi veb-saytida saylov jarayonlari haqida batafsil ma'lumot olish imkoniyati mavjud ekanligi hamda xorijdagi saylovchilarni ro'yxatga olish saylov.mfa.uz portali orqali onlayn amalga oshirish mumkinligi aytib o'tildi. Tadbir davomida ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga ham javob olishdi. Shu bilan birga o'zbek diasporasi yetakchilari shu yilgi saylovlarni hamyurtlarining faol ishtiroki bilan o'tkazishga va o'zlari munosib topgan nomzodni yoqlab ovoz berishlarini ma'lum qilishdi. Saylovga bag'ishlangan davra suhbati doirasida bir guruh vatandoshlarga ularning vakolatxona bilan faol hamkorligi va tashabbuskorliklarini inobatga olib, elchixona nomidan tantanali ravishda tashakkurnomalar topshirildi.